Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Bir qancha kun ilgari Facebook sahifamizda e'lon qilgan ma'lum qarindoshimiz tarafidan e'lon qilingan olma kompyuterlar uchun ko'p yo'nalishli to'liq lug'at tushirish adresini ta'minlagan edik. Biz bugungi darsimizda mush lug'atning so'zlik omborini kompyuterimizga qanday quramiz shu to'g'risida ma'lumot bermoqchi. Unda bo'lsa biz tushirish adresini bosaylik. Basgandan keyin bevosita bu şekilde ko'rinadi. Ko'ringandan keyin o'ng taraf ustida tushirish belgisi bor. Buni tushirishni boshlasak, bu şekilde tushirishni boshlaydi. Tushirishni bosgandan keyin men tushirib olganligim uchun buni to'xtatayman. Va bu adresni yana mush videoning ostida ko'ra olasizlar. Masalan, bu videoning ostida bu ulanma bu yerda bu şekilde ko'rinadi. Bu lug'at omborini bu yerda tushira olasizlar. Unda esa biz lug'atni bir ko'rib o'taylik. Ko'rayotganlar mush lug'at shu, mush lug'atga biz Uyg'urcha va boshqa tillarda bo'lgan ko'p yo'nalishli lug'at omborini qo'shamiz. Unda esa lug'at omborini yechib olaylik. Qo'shib chekkandan keyin bu shaklda yechildi. Qarmoqqa bu yerda lug'at omborini ko'ra olamiz. Unda esa biz lug'atga file ve bunu bosgandan keyin open dictionaries folder. Bunu bosgandan keyin bu yerda shu lug'at omborini ko'chiradigan o'rinni chiqirdi. Biz lug'at omborini bu yerdan bu yoqqa ko'chirib qo'yamiz. Ko'chirib olgandan keyin xatoni besitib yana lug'atga qaytib kelib bu yerdan buni bosamiz. Bosgandan keyin aslida qarsanglar hammasi ko'rinadi. Bu yerdan biz ishlatmoqchi bo'lgan lug'at turlarini tanlab basak bu şekilde ko'rinadi. Masalan, bu yerdan tilni Uyg'urcha tanlab va yoki Uyg'urcha bu şekilde va yoki inglizcha va yoki bu şekilde ishlasanglar bo'ladi.